Shularda hammasi 100 ming so'm. Bo'lsa sizlarga bo'lsin. Osh aksang ichiga 1 kilo, 1 osh, qazilari bilan bedana tuxum, sergo'shtgina, halam-balam emas. Yonida ishtahani ochadigan 5 ta sho'rvasi, 5 ta shakarop yoki achuchu salati, 2 ta tarelka jizzasi hamda 4 ta noni. Ichishga esa 2 litr baxito hamda cheksiz tugalanmas choy ham bor. Ushbu set narxiga keladigan bo'lsak, 500 ming so'm 5 ta odamga bor yo'g'i 100 ming so'mdan tushadi. Arzonmi, qimmatmi? Kommentariyada yozib ketinglar. Sho'rvasining ta'miga keladigan bo'lsak, ta'mi juda ham ishtah ochar. Ertangi kunda o'ylagan holda shu sho'rvani ichishni maslahat bergan bo'lardim. Oshdagi go'sht qo'lda o'zida ezilib ketyapti, juda ham yumshoq pishgan. Oshni qo'lda yesa yana ham shirinroq bo'ladigan gap bor ekan, rostmi yolg'onmi? Oshni ta'mi juda ham mazali ekan. Bunaqa mazali oshni Guliston shahrida kamdan kam uchratish mumkin. Manzil Guliston shahar 3-mavzeni razvorotidan shunday qilib olasizlar, o'ng qo'ldagi mo'ykani ichida. Qarmoq restoran video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.